Toshkent viloyati mikrokredit bank hamda Toshkent viloyati Ohangaron BXO tomonidan Toshkent viloyati Ohangaron tumani Ilg'or mufida piyoz yetishtirish loyihasi bir kontur bir mahsulot asosida amalga oshirish rejalashtirilgan bo'lib, ushbu yer konturlari 855 hamda 867 konturlarda joylashgan bo'lib, yer maydonining uzunligi 1126 metr, eniga esa 180 metr, jami yer maydonining 20 gektarni tashkil qiladi. 20 gektar yer maydonida 20 ta dehqon xo'jaliklari tomonidan 1 gektardan loyihani amalga oshirish piyoz urug'lari sepilgan bo'lib, bugungi kunda to'liq unib chiqqan hamda unib chiqqan piyozlar parvarish qilinishi, sug'orilish tizimlari zamonaviy texnologiyalar asosida sug'orilayotganligi ma'lum bo'ldi. Lider tadbirkor Ilg'or Agro Kulture ishlab chiqarish kooperativi tomonidan loyihani amalga oshirish belgilab olingan. Loyihaning umumiy qiymati 415 million so'mni tashkil qiladi. Jami 20 gektar yer maydonidan kutilayotgan hosil 700 tonnani tashkil qiladi. Har bitta yer egasining yillik daromadi 140 million so'm deb belgilangan.